Do'stlar, mening ismim Monika. Hozir 24 yoshdaman. Suratda istiqomat qilaman. Mening tana o'lchamim 30, 34, 30. Bugun avval o'zim haqimda bir narsa aytib beray. Men juda oddiy oiladanman. Uyda onam va singlim bor. Otam bir necha yil oldin ketgan. Shuning uchun uyning mas'uliyati onam va menga tushgan. Onam maktab o'qituvchisi va oilamiz qandaydir yo'l bilan uning ishi bilan band edi. 19 yoshimda men o'rta maktabni tugatdim va ish qidira boshladim, lekin xohlagan ishimni topa olmadim. Ammo bir kuni omadim o'zgardi. Bir kuni kechqurun soat 9 da uyga borish uchun avtobus bekatida turgan edim, lekin hech qanday transport yo'q edi. Keyin yonimga mashina kelib to'xtadi va ichkaridagi odam mendan qayerga ketayotganingizni so'radi. Men bosh chayqadim. Yo'q, lekin u qo'rqmang. Agar biron joyga borishingiz kerak bo'lsa, kech bo'lyapti. Aks holda muammo yo'qligini ayting, dedi. Menimcha, to'g'ri. Endi kech bo'lyapti. Transport bo'ladimi yoki yo'qmi bilmayman. Shunday qilib, men Gandinagarga borishim kerakligini aytdim. U men u yerdan o'tayotganimni, xohlasangiz kirishingiz mumkinligini aytdi. Men unga aytdim va mashinaga o'tirdim. Erkak taxminan 45-50 yoshlarda edi. Men orqa o'rindiqqa o'tirdim. Biroz nariga o'tgandan so'ng u mendan nima ish bilan shug'ullanishingiz haqida so'radi. Men hozir hech narsa qilmayotganimni, endigina o'rta maktabni tugatganimni aytdim. Ikkalamiz ham shunday gaplashaverdik. U mening ish qidirayotganimni tushundi, lekin hech narsa demadi. Shu tarzda u mening uyimga yetib keldi va men undan mashinani to'xtatishni so'radim. Mashina to'xtaganida men tushib unga minnatdorchilik bildirdim. U mendan to'xtashimni so'radi va unga kartasini berdi. U agar sizga ish kerak bo'lsa, ofisimda bo'sh ish o'rinlari bor. Ko'rib chiqishingiz mumkinligini aytdi. Men kartani olib unga minnatdorchilik bildirdim va uyga qaytdim. Avvaliga unchalik e'tibor bermadim, lekin kechasi uxlayotganimda o'sha odamni esladim. O'rnimdan turib, sumkamdan kartani oldim. Bu dasturiy ta'minot kompaniyasidan kelganga o'xshardi. Men u yerga borishga qaror qildim, lekin ertasi kuni yakshanba edi. Shuning uchun dushanba kuni borishga qaror qildim. Dushanba kuni erta turdim, tayyorlandim va u yerga yetib borish uchun mashinaga o'tirdim. U yerga yetib borganimda bu ofis ekanligini ko'rdim. U yerda o'tirgan bir ayolning oldiga borib, unga kartani ko'rsatdim. U mendan ikkinchi xonaga borishimni so'radi. Xonaning eshigi oldiga borib, kirishga ruxsat so'radim. Ichkariga kirishim bilan u yerda o'tirgan odamni ko'rdim. U meni ko'rib, "Hey, siz shu yerdasiz. Keling va o'tiring", dedi. Men o'tirdim. U "Albatta, siz ish bilan keldingiz", dedi. Men "Ha", dedim. U barcha hujjatlarimni tekshirib ko'rdi va menga kotib kerak. Agar bu ishni qila olsangiz, sizga ish berilishi mumkin. Qo'rqmang, buni asta-sekin o'rganasiz, dedi. Men "Ha", dedim. Keyin u "Dastlab sizga 15 ming taka to'lanadi, keyin esa ishingiz hajmiga qarab oshiriladi", dedi. Men unga aytdim. "U ertadan kelishingiz mumkin", dedi. Men xursand bo'lib, "Ha, albatta", dedim. Keyin uyga qaytdim. Uydagi hamma ham juda xursand edi. Ertasi kuni ishga bora boshladim, lekin bu yerdan hayotim butunlay o'zgarishini bilmasdim. Vaqt o'tdi va 6 oy o'tgachda Terrini topolmadim. Endi men xo'jayinning barcha ishlarini o'rganib oldim va bor kuchim bilan ishlab boshladim. Bir necha kundan keyin men ishonolmaydigan narsani bilib oldim. Men bu yerda ilg'ari ko'p qizlar ishlaganini bildim, lekin hech kim uzoqqa chiday olmasdi. Ofisdagi ba'zi odamlardan xo'jayinim biroz rangli odam ekanligini eshitgandim, lekin mening bilan bunday narsa sodir bo'lmagan. Shuning uchun men bunga ishonmadim. Men o'z ishimni qilayotgan edim. Iyul davomiga yetgan edi. Bir yakshanba bayram edi, lekin xo'jayin "Ofisda ish bor va siz kelishingiz kerak", dedi. O'sha kuni men ofis formam, oq ko'ylak va ko'k shim kiyib uydan chiqdim. Tashqarida kuchli yomg'ir yog'ayotgan edi. Men mashinada chiqib ketdim. To'satdan mashinada suv tufayli muammo yuzaga keldi. Ko'k harakat qilsam ham mashina ishga tushmadi. Ofisim u yerdan unchalik uzoq emas edi. Shuning uchun piyoda yurishni o'yladim. Tez yura boshladim, lekin yomg'ir shunchalik kuchli ediki, u yerga yetib borgunimcha butunlay hol bo'lib qoldim. Ichkariga kirdim va xo'jayin meni ko'rib, "Vay, butunlay hol bo'libsan.
"Qanday qiz, hatto o'rningdan turolmaysan", dedi. Men nima qilishni ham bilmadim. Yonimda hatto kiyimim ham yo'q edi. O'sha kuni ofisda men va xo'jayindan boshqa hech kim yo'q edi. Xo'jayin menga sochiq berib, o'zimni artishimni so'radi. Men o'zimni arta boshladim. Birozdan keyin ko'zlarim to'satdan xo'jayinga tushdi. U ko'kragimga qarab turgan edi. Keyin oq ko'ylagim va byustgalterim xol edi va u ko'rinib turganini ko'rdim. Darhol tanamni sochiq bilan yopdim. Xo'jayin ichkariga kirib, kiyimlarimni quritishimni so'radi. Ichkariga kirib, ventilyatorni yoqib, kiyimlarimni yechib, sochiq bilan o'radim. O'sha paytda butunlay yalang'och edim. Xol kiyimlarimni ozgina qurishi uchun yoydim. Stolga o'tirdim. To'satdan eshik ovozini eshitdim va "Ha, janob", dedim. U tashqarida o'tirgan edi. U ichkarida fayl borligini va men uni xohlayotganimni aytdi. Qo'rquvdan eshikni ochdim. Xo'jayin menga juda shahvat bilan qaradi va men boshimni egib turgan edim. U ichkariga kirib, kiyimlarimni ko'rdi, keyin faylni qidira boshladi va fayl bilan chiqib ketdi. U kiyimlarimdan butunlay yalang'och ekanligini tushundi, chunki byustgalterim va ichki kiyimlarim u yerda qurib qolgan edi. Birozdan keyin xo'jayinning ovozi keldi. "Nima qilyapsan? Men ham ish qilishim kerak. Qanday qilib hamma narsani yolg'iz qilaman? Qanday qilib kelaman? Kiyimlarim hali ham hol", dedim. U "Nega sochiq bilan o'ralgan holda kimni ko'rishga kelganini ko'rmaysan?" dedi. Qo'rquvdan u yerga bordim. Xo'jayin divanda o'tirib, tizzasida ishlayotgan edi. U menga tezda bu yerga kelib, bu faylda nima yozilganini aytib berishimni so'radi. Men hamma narsani tez qilaman. Qo'rquvdan uning yoniga o'tirdim va faylni tizzamda ushlab, hamma narsani aytib bera boshladim. Xo'jayin mening oq, mushakli sonlarimga yonboshlab qaradi. Men juda uyalgan edim. Sochiqni to'satdan tushib ketmasligi uchun qayta to'g'irlab turdim. Shu paytda ko'zim xo'jayinning shimiga tushdi. Uning shimi u yerda juda to'r edi, chunki men ereksiyani ko'ra olar edim. Men hech qachon bunday ish qilmagandim, lekin hamma buni biladi. Shu paytda xo'jayin oyog'imni mening oyog'imga tekdi. Men butunlay hayratda qoldim, lekin hech narsa demadim. Men hech narsa demaganimdan foydalanib, u yaqinlashib o'tirdi. Men hali ham o'zimni juda yomon his qilyapman, lekin nega ichimda g'alati bir tuyg'u borligini bilmayman. Xo'jayinning xohishini tushunib, ichimda nimadir ho'l va titroq his qildi. Taxminan 20 daqiqadan keyin xo'jayin notebookni yopib, "Bugun hech kim yo'q, o'zing choy damla", dedi. Men o'rnimdan turib, oshxonaga chiqib, choy damla boshladim. Choy damlab qaytib kelganimda xo'jayin yo'q edi. G'alati bir narsa sezdim. Choyni stolga qo'yganimdan so'ng ichkariga kirib, xo'jayin kiyimlarimga qarab turganini ko'rdim. Yaqindan qarasam, uning qo'lida mening ichki kiyimlarim borligini ko'rdim. Darhol qaytib kelib, qo'rquvdan divanga o'tirib, xo'jayinga "Janob, choy tayyor", deb chaqirdim. U darhol kelib yonimga o'tirdi. U o'tirdi. Bu voqeada yuragim tez urib turar edi. Qo'rquvdan xo'jayinga choy berdim. Ikkalamiz ham choy ichishni boshladik. U to'satdan "Ko'mil, sen juda go'zalsan", dedi. Men hech narsa demadim, shunchaki ozgina jilmayib qo'ydim. U choyni ichib, stakanni stolga qo'yib, qo'llaridan birini sonimga qo'yganida darhol qo'lini oldim. "U nima bo'ldi?" so'radi. Men jimjim edim. U menga yaqinlashdi. Men o'zimni g'alati his qildim. U qo'llarimdan birini ushlab, "Ko'mil, senga bir narsa aytmoqchiman", dedi. Men "Ha, janob, ayting", dedim. U "Bu ishdan mamnunmisan?" dedi. Men tasdiq bilan bosh irg'atdim. U "Agar ishingiz doimiy bo'lib qolsa-chi?" dedi. Men "Bu sizga bog'liq, janob. Men nima deyishim mumkin?" dedim. Keyin u "Bu menga emas, sizga bog'liq. Nima istaysiz? Doimiy ishmi yoki vaqtinchalik ishmi? Men buni qanday qilasiz?" deb so'radim. U qo'limdan ushlab, "Agar aytganlarimni qilishga rozi bo'lsangiz, ertadan boshlab bu yerdagi ishingizni doimiy deb hisoblang", dedi. Men hamma narsani tushundim, lekin baribir nima qilishim kerakligini so'radim, janob. U hech narsaga uyalmasdan "Mening bilan jismoniy aloqaga bo'lishingiz kerak", dedi. Men darhol qo'lini undan olib, "Men bunday qiz emasman, janob. Men buni qila olmayman va siz bilan mening o'rtamizda yoshda katta farq bor. Buni qanday o'ylaysiz?" dedi. U "Yosh haqidagi bu narsalarni qabul qilmayman va menda